2026 Toyota Yaris bu zamonaviy shahar hayoti uchun yaratilgan, tejamkorlik, texnologiya va qulaylikni birlashtirgan yangi avlod avtomobilidir. Toyota kompaniyasi Yaris modelini yangilashda global bozor talablari, ayniqsa yosh haydovchilar va oilaviy foydalanuvchilarning ehtiyojlarini chuqur tahlil qilgan. Natijada 2026 yilgi Toyota Yaris nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki texnik imkoniyatlari, xavfsizlik tizimlari va ichki qulayligi bilan ham avvalgi avlodlardan sezilarli darajada ustun bo'lib chiqdi. Tashqi dizayniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2026 Toyota Yaris yanada sportchi va agressiv ko'rinishga ega bo'ldi. Old qismi kengaytirilgan radiator panjarasi, o'tkir shakldagi LED faralar va aerodinamik bamper bilan jihozlangan. Faralar nafaqat chiroyli dizaynni ta'minlaydi, balki tungi haydashda ancha keng va ravshan yoritishni beradi. Yon tomondan qaralganda avtomobilning silueti silliq va muvozanatli bo'lib, yangi dizayndagi yengil qotishmali disklar Yarisga zamonaviylik baxsh etadi. Orqa qismida esa LED orqa chiroqlar, sportchi spoiler va qayta ishlangan bamper avtomobilni yanada jozibali qiladi. Salon ichiga kirganingizda 2026 Toyota Yaris sizni yuqori sifatli materiallar va ergonomik joylashuv bilan kutib oladi. Old panel zamonaviy uslubda ishlangan bo'lib, markazda katta sensorli displey joylashtirilgan. Ushbu displey multimedia tizimini boshqarish uchun xizmat qiladi va Apple CarPlay hamda Android Auto kabi funksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa haydovchiga smartfon bilan oson integratsiyani ta'minlaydi. Asboblar paneli raqamli ko'rinishda bo'lib, haydash jarayonida barcha muhim ma'lumotlarni aniq va tushunarli tarzda ko'rsatadi. O'rindiqlar qulay va uzoq masofaga safar qilish uchun moslashtirilgan. Old o'rindiqlar yon tomondan yaxshi qo'llab-quvvatlashga ega. Bu esa burilishlarda haydovchi va yo'lovchilarga qo'shimcha qulaylik beradi. Orqa o'rindiqlar ham o'z sinfi uchun yetarlicha keng bo'lib, 2 nafar katta yoshli yo'lovchi uchun qulay joyda. Uzatmalar qutisi sifatida mexanik va avtomatik variantlar mavjud. Avtomatik transmissiya silliq ishlashi va tezkor uzatmalar almashinuvi bilan ajralib turadi. Bu esa shahar tirbandliklarida haydashni yanada qulay qiladi. Osma tizimi qayta sozlangan bo'lib, yo'ldagi notekisliklarni yaxshi yutadi va avtomobilning barqarorligini oshiradi. Rul boshqaruvi aniq va yengil bo'lib, Yarisni tor ko'chalarda ham oson boshqarish imkonini beradi. Xavfsizlik masalasida 2026 Toyota Yaris juda boy jihozlarga ega. Toyota Safety Sense tizimi ushbu modelda yanada takomillashtirilgan. Oldindan to'qnashuvni aniqlash, avtomatik tormozlash, yo'l chizigini nazorat qilish, adaptiv cruise control va piyodalarni aniqlash kabi funksiyalar haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini yuqori darajada ta'minlaydi. Shuningdek, kor joyini nazorat qilish tizimi va orqa kamera haydash jarayonida qo'shimcha ishonch bag'ishlaydi. Yoqilgi tejamkorligi 2026 Toyota Yarisning eng katta ustunliklaridan biridir. Ayniqsa gibrid versiya shahar sharoitida juda kam yoqilgi sarflaydi. Bu esa kundalik foydalanishda sezilarli iqtisodiy foyda keltiradi. Benzinli versiyalar ham o'z sinfi uchun juda tejamkor bo'lib, ekologik standartlarga to'liq javob beradi. Past chiqindi gazlari tufayli Yaris ekologiyaga kam zarar yetkazadi. Texnologik imkoniyatlar ham e'tiborga loyiq. Multimedia tizimidan tashqari, avtomobilda simsiz zaryadlash, bir nechta portlar, ovoz bilan boshqarish funksiyasi va yuqori sifatli audio tizim mavjud. Bu esa haydovchi va yo'lovchilarga safar davomida qulaylik va hordiq bag'ishlaydi. Konditsioner tizimi tezkor ishlaydi va salon ichida yoqimli haroratni saqlab turadi. 2026 Toyota Yaris shahar hayoti uchun ideal avtomobil bo'lish bilan birga, qisqa va o'rta masofali sayohatlar uchun ham mos keladi. Uning ixcham o'lchamlari parkovka qilishni osonlashtiradi. Shu bilan birga ichki makon yetarlicha keng va qulay. Yaris yosh haydovchilar, talabalar, kichik oilalar va kundalik harakatlanish uchun ishonch.